1942 yılı 1 ayının 8 günü Hawking Angliyadagi Oxford şəhərindəki bir kiçik bazarda dunyoga kelgan. 10 neçə yildan keyin uning Einsteindan keyingi eng ulug' olimlarning biri bo'lib qolganligini hech kim o'ylamagan. U 1988 yili Olam manbasi va taqdirni bayon qilgan asar Vaqtning qisqacha tarixini e'lon qilgan. Baxtga qarshi 2018 yili 3 ayning 14 kuni uzun mezgillik kasallikning ta'siriga uchrab bizdan mangulikka ayrildi. U bu dunyodan ayrilishdan ilgari 3 mashhur bishoratni o'tirib qo'ygan. Birinchi, 1000 yil ichida insonlar cho'qim tashqi planetga asos selish kerak. Bo'lmasa madaniyatning oxirlashishini keltirib chiqaradi. U kelgusi 1000 yil insoniyat madaniyatining eng yuqori cheki bo'lishi mumkin deb hukm chiqargan. Insonlarning yer sharini talon-taroj qilish kuchi yer sharining boyligi bir ozdan xo'rab tugaydi. Yer shari bunga bardoshlik bera olmaydi. Shu chog'da insonlar faqat tashqi planetni tanlab madaniyatni davomlashtirdi. Hawking fan texnikining taraqqiyoti eng oxirida insonlarning quyosh sistemasidan bo'sib chiqib, koinotdagi yangi makonga yetaklaydiganligiga ishonadi. Insonlar jamiyati kelgusidagi ofatlarga qechib qutula oladigan birdan-bir fursat yer sharida bo'lmasdan, balki boshqa olamda. Ikkinchi, sun'iy aql iqtidor insoniyatni oxirlashtirishi mumkin. Hawking ko'p qatam sun'iy aql iqtidorini ziyoda taraqqiy qildirish insoniyat madaniyatining oxirlashishini keltirib chiqishi mumkin deb ifoda bildirgan. Kelgusidagi 100 yilda insonlar texnik aqlli bo'lgan sun'iy iqtidorlik xirisga duch keladi. Agar aqliy iqtidorli mashinaning bexatarligiga kafolatlik qilinmasa, insonlar tadrijiy taraqqiyotning sur'ati bilan raqobatlasha olmay, oxirida o'zining qorong'ulikqa petib qolishini keltirib chiqaradi. Uchinchi, insonlarning tashqi planet odami bilan uchrashishi intayin xatarlik. Hawking yer sharining sirtidagi boshqa dunyoda aql farosatli hayotlikning mavjudligiga ishonadi. Biroq bu insonlarning amal bor tashqi planet odam bilan uchrashib qolishdan saqlanishga ogohlantirdi. U poyonsiz olamda boshqa shakldagi hayotlikning mavjud ekanligini aytib o'tgan. Odam bir qorong'u o'rmonlikqa o'xshaydi. Biz madaniyat o'rmonligidagi ekspeditsiyachi. Olg'a besish yo'lida cho'qim har bir madaniyatga ehtiyot qilish. Amal bor, ovoz chiqarmaslik. Bunday bo'lganda oshkorlanib qilishdan saqlanqili bo'ladi. Chunki boshqa madaniyat bilan uchrashib qolganda do'st yoki dushmanligiga hukm qilmoq tez. Balkim o'z madaniyatining bexatarligi uchun keskin yo'qotish qilishi mumkin. Mana bu koinotdagi zulmatli o'rmon qonuniyati. İnsanlar yer shari madaniyati signalini uzluksiz olam bo'shliqqa qo'yib beryapti. Ma'lum nuqtadan aytganda bu intayin xatarlik bo'lishi mumkin. Sayohatchi birinchi numar necha ming yildan keyin yer shari uchirib boshqa yulduzlar sistemasiga yetib borganda, boshqa yuqori darajali madaniyatlar tarafidan bayqalishi mumkin. Shu chog'da ular insonlarning bexatar yoki bexatar emasligini bayqaydi.